Assalomu alaykum aziz muxlislar. Bugun bitta qiziqarli masalaga to'xtalamiz. Ko'pchilik beradigan savol. Nega 2 ga 2 ni qo'shsak ham to'g'ri, 2 ga 2 ni ko'paytirsak ham to'g'ri? Mana shunga o'xshagan boshqa butun son bormi? Shu haqida gaplashamiz. Demak, ko'paytmasi va yig'indisi teng bo'lgan natural sonlar. Mana. Bundan demak x, y minus x minus y teng bor. Hammasini bu tomonga o'tkazdim. X, y minus x minus y plus 1 teng 1. İki tomoniga 1'ni qo'shib yubordik. Mana bunda x'ni qolsa tashqariga chiqarsak, y minus 1. Mana bu ikkalasidan minus chiqarib olsak, y minus 1 teng 1. Endi e'tibor beraylik, ikkalasidan y minus 1 ni chiqarib yuboraman. X minus 1 teng 1. Mana y minus 1 ni chiqarib yubordim, x minus 1 qoldi. Endi butun son bo'lishi uchun e'tibor beraman. Ko'paytmasi 1 ga teng bo'ladigan ikkita butun son haqida gap ketadigan bo'lsa, A holat. Y minus 1 ham 1 ga teng, x minus 1 ham 1 ga teng. Bundan demak x birinchi 2 ga teng, mana bu tomonga o'tkazsam, y birinchi ham 2 ga teng. Bu holat x minus 1 o'rni almashtirib yozsak ham bo'ladi. Mana bu sistemada minus 1 ga teng, y minus 1 ham minus 1 ga teng. Bundan demak x ikkinchi 0, e'tibor beringlar, y ikkinchi ham 0. Demak 0 bor ekan. Yig'indisi ham ko'paytmasi ham 0 ga teng bo'ladigan yoki o'zaro teng bo'ladigan hamda 2. Endi natural son sifatida qaraydigan bo'lsak, x ham y ham 2 bo'ladigan bo'lsa, demak natural son haqida gap ketadigan bo'lsa, bitta yechim bor. Butun sonlar haqida gap ketadigan bo'lsa, bu yerda ikkita yechim bo'ladi. Shuning bilan videomizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.